kelishdi. Toshkentdan uchgan burgut, xudo xolasa Nana 5 bo'lmaga yetib kelishdi. Birga edi, ko'rib boramiz. Assalomu alaykum Nana 5 bo'lma obunachilari. Xudo xolasa Toshkentdan uchgan burgutimiz Nana 5 bo'lmaga yetib keldi. Qisqacha o'zlaridan ozgina intervyu olamiz. Namangan, assalomu alaykum. Mana bugun inshaalloh Nana 5 bo'lmaga yetib keldik. Mazasini ko'rib sizlarga aytaman mazasini ko'rib. Men haqiqatan rost gapirgan bilaman, hozir mazasini ko'ramiz, sizlarga aytamiz. Rahmat hammaga. Ukam, xudo xolasa burgutga nima bermoqchisiz birinchisiga? Avvalambor assalomu alaykum. Birinchisiga xudo xolasa o'zimiz bog'da yetishgan olma, noklarni beramiz. Bir mevaga to'ydiraylik bularni. Hammadan kutib qolamiz. Bizlarga go'sht tozalarini olib ketamiz. Hammadan kutib qolamiz. Hozir faqat blogerlar ekanda, xamir cheksiz. He aka, bu faqat blogerlarga emas. Bizga kelgan xudo xolasa hamma klientimizga xamir cheksiz bo'ladi-ku. Kelerasizlar hammanglar. Voy. Bu milyonlar bilan issiqqina ketyapti-ku. Albatta, xudo xolasa kirib oladi mana. Lekin aka, 5 bormanga gap bo'lishi mumkin emas. Aytgancha yoshlarni bilmoqchini otmi? Toylarni go'sham bo'lgan ekanligi. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga ham tavsiya beraman. 10 marta ko'rgandan ko'ra bir marta yeb ko'rgan yaxshi. Nana 5 bormaga yelmaysiz. Lekin aka, mazasi gap bo'lishi mumkin. Bonuslari bormi, bonuslari? Akajon, bonuslari shu ko'rib turganingizdek, suzma, salat, xamirlari cheksiz bizda. Sizlarga ham tavsiya beraman do'stlar, kelib yeydigan joyi. Hammaga rahmat. Hammanglarni kutib qolamiz. Rastalarga sovg'a berilgan joy kamdan kam, lekin aka 5 boroni mazasi balki 5 ketdi, 10 marta ko'rgandan ko'ra bir marta yeb ko'rgan yaxshi. To'g'rimi aka? Albatta. Bunaqa sovg'alarni obunachilaringiz yutib qolishlari mumkin. Like va podpiskani bosishni unutmasizlar. Hammanglarni kutib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat sizlarga ham, akalar aka.